Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari, YouTube tomoshabinlari, tinchmisizlar, sog' salomatmisizlar? Nasib bo'lsa yana bir fayzli xonadonimizni ishlarini juda chiroyli tarzda yakunlab oldik. Ko'rib turibsizlar, yoqqan bo'lsa bir chiroyli like bosib qo'yamiz, obuna bo'lishni unutmaymiz. Sizlarning podishkalar biz uchun juda ham muhim. Nasib bo'lsa mana 7,5 ga 3-5 metrlik uyimizni dekorini qildik. Devorini ko'kimtir oq svetda ko'rib baho berib qo'yamiz. Kimda kim shunaqa xizmatlar qildirmoqchi bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar, pastga nomer qoldiramiz. 12 ta viloyat bo'yicha ishlaymiz. Samarqand, Buxoro, Jizzax viloyatlariga chiqib turamiz. Uzoqroq viloyatlar bo'layotgan bo'lsa, Toshkent, Vodiy tomonlar bo'layotgan bo'lsa 100-150 kvadratdan oshsa qiladigan ishimiz. Bemalol dogovorni gaplashib, chiroyli narxda borib qilib berib kelamiz. Tepa patologimiz dekor plus bo'lgan ekan. Boshqa ustalar qilgan ekan. Chiroyli chiqargan. Mana bu ikki girdiga shlanka svetalangan, bu yog'i ochiq. Oq va qoradan ishlangan. Yaltirab turibdi. O'rtada hali lustra qandillarimiz qo'yilgani yo'q. Bu yerda paroylarimiz o'tdi. Narx-navolari bilan kim qiziqmoqchi bo'lsa, pastga nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqsangizlar, narx-navolarni aytib eshittirib o'tamiz. Dekorimiz ko'kimtir oq svetda juda chiroyli stilda chiqqan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan MDF 3 kanali bo'ldi. Kanaldan uzoqlashmaymiz, obuna bo'lishni unutmaymiz.